og'ir ovqatlarni yeyish ko'pincha agitatsiyani hisobiga bo'lganda, misol uchun tuxum, sosiska yeyiladi yoki bikon yeyiladi. Bilsangizlar kerak, o'sha bikon ishlab chiqaradigan kompaniya agitatsiya qilib odamlarni o'rgatgan. Zavtrikda mana shunaqa narsa yeyiladigan narsa. Bu agitatsiyadan boshqa narsa emas, chunki organizm endi uyg'ondi, tasavvur qiling. Ovqat hazm qilish tizimi suyuqliklari quyuq hali organizm kuchli nagruzkaga tayyor emas. Yaxshisi yengil ovqat yegan yaxshi ertalab. Keyin obedga borib og'irroq ovqat yeysiz. Og'ir ovqatni yana bir tomoni bilasizmi nimada? Tasavvur qiling, hozir uyg'ondingizda qonga kortizol qo'yib yuboriladi ko'p miqdorda. Uyg'otib olish uchun organizmni. O'sha kortizol qondagi shakarni ko'paytirib beradi keyin. Siz organizmni endi uyg'otib oldingizda bitta zo'r ovqatlanasiz-ku. Keyin fiziologicheski qon ovqat hazm qilish tizimi tomonga ketadi. Sizda yana karaxtlik holati paydo bo'ladi. Ustiga ustak kortizol qondagi shakarni ko'paytirib berganmi? Siz bu yerdan yana zo'r qilib ovqatlandingiz, qand 2 barobar ko'payadi. Misol uchun shahar joyida zavtrak plotni qilinadi-ku, zo'r qilinadi-ku. Qishloq joyida e'tibor bergan bo'lsangiz, unaqa qilishmaydi. Zavtrakka yoki o'rik yoki sut. Yengil ovqatlanib olib ishga tushib ketardik-da. Keyin obedga yaxshi ovqatlanardik. Yoki kechga yaxshi ovqatlanardik. Sizchi nonushtaga nima iste'mol qilasiz? Kommentariyaga yozib qoldiring.